Obadiya 1-bob. Bu Obadiyaga kelgen vahiydir. Bu igimiz Perverdigarning İdom xalqi to'g'risida aytganlaridir. Perverdigar ellarga elchi avatib, ular orqali İdomga qarshi urush qilishga tayyorlaninglar degan. Biz bu xabarni angladik. Perverdigar İdom xalqi to'g'risida mundaq deydi. Anglanglar, men endi sizlarni xalqlarning orasidagi ojiz xalq qilib qo'yaman. Sizlar butunlay nazardan tushib ketisizlar. Takabburliqinglar sizlarni aldaydi. Sizlarning poytaxtinglar qiyodagi qo'rg'ondir. Uyinglar bo'lsa egiz tog'didir. Shunga sizlar ko'nglinglarda kim bizni bu yerdan tortib tushiralaydi deysizlar. Lekin sizlar burkutdan egiz uchib, yulduzlar orasiga uva salsanglarmi, men yanala sizlarni tortib tushiralayman. Kechisi uyga o'g'ir kirsa, uydagi hamma narsani elib ketmaydi. Kishilar üzümlarni yiqqanda ozroq qoldirib qo'yadi. Lekin sizlarning dushmaninglar sizlarni butunlay yo'qotib etadi. Ey Esavning avlodlari, sizlar butunlay talon-taroj qilinsizlar. Yoshirib qo'ygan boyliqinglar tepib elindi va elib ketiladi. Sizlarning barliq ittifoqdishinglar sizlarni o'z zimininglardan qo'g'lab etadi. Sizlar bilan tinch o'tgan kishilar sizlarni aldab, mag'lub qiladi. Sizlar bilan birga g'izolangan kishilar sizlarga tuzoq quradi. Sizlar g'aflat ichida qilib, hech nimani bilmaysizlar. Bu vaqtda Perverdigar mundaq deydi. Men İdomning donishmanlarini hamda Esavning tog'laridan kelgan maslahatchilarni yo'qtiman. Ey Temon shahri, sening lashkarlaring o'diqib ketadi. Esavning tog'laridagi xalqning hammasi qirg'in qilinadi. Ey İdom, Yaqubning avlodlariga, yana tuqqanlaringga zo'ravonlik qilganliging uchun izo ahonatga qolasan, hamda mangulikka vayron qilinsan. Ular tajovuzga uchraganda sen ularga yordam qilmay yiroq turib olding. Yatla, Yerusalimdagi boyliqni talashib, chek tashlab, talon-taroj qilganda sen xuddi Isroillarning bir dushmaniga o'xshab qolding. Tuqqanlaring baxtsizlikka uchragan kunda ularning baxtsizligidan xushal bo'lmasliging kerak edi. Yahudiya xalqi vayron bo'lgan kunda shodlanmasliging kerak edi. Ular baxtsizlikka yo'liqqan kunda masxara qilmasliging kerak edi. Mening xalqim balo qazoga uchragan kunda sen ularning shahriga kirmasliging kerak edi. Ular balo qazoga uchragan kunda sen xushal bo'lmasliging kerak edi. Ular balo qazoga uchragan kunda sen ularning boyliqlarini to'lamasliging kerak edi. Sen to'rt ko'chaning eg'izida turib elib, qechiyotganlarni qirmasliging kerak edi. Ular vayron bo'lgan kunda sen ularni dushmanlarga tutib bermasliging kerak edi. Men Perverdigarning butkul ellarni so'roqqa tortadigan kuni yaqinlashmoqda. Ey İdom, sen qilmishingga yarasha jazolansan. Rezilliking o'z beshingga tushadi. Mening xalqim muqaddas teg'imda jazo sharobini to'liq ichivatdi. Endi sen
ve etrafındaki ellermu bu jaza şarabını to'liq ichivetsizlar. Shundoq sizlar jaza şarabını ichivetsizlar. Sizlar xuddi hech qachon mavjud bo'lib boqmagandek yo'qab ketsizlar. Lekin Sion tegi Qashqallarning panolanadigan joyiga aylanadi. U bir muqaddas zamin bo'ladi. Yaqubning avlodlari qaytib kelib, o'z zaminiga ega bo'ladi. Yaqubning avlodlari o'tqa o'xshash bo'ladi. Yusufning avlodlari yolqinga o'xshash bo'ladi. Lekin Esavning avlodlari paxalga o'xshash bo'ladi. Ular ko'yib ketib, butunlay yo'qoladi. Esavning avlodlaridan hech kim qolmaydi. Bu Parvardigorning aytgan so'zlaridir. Keyin Negib cho'lligida yashagan Xudoning xalqi Idom tog'larini qaytadan egilaydi. G'arbiy idirliqlarda yashaganlar Filistiyaliklarning zeminini egilaydi. Ular Efraim ve Samariya zeminlarini egilaydi. Binyaminlar Gilad zeminini egilaydi. Surgun qilingan İsrail xalqi o'z zeminiga qaytib keladi. Ular Fenikiya zeminining Zarifat shaharigacha bo'lgan joylarni egilaydi. Yerusalimda tutqun qilinib, Sifarat shahrida sargandon bo'lib yurganlar qaytib keladi. Ular Negib cho'lligidagi shaharlarni egilaydi. Ular g'alaba qilgandan keyin Sion teg'iga kelib, Idom tog'lariga hukmronlik qiladi. Padişahlik Parvardigorga mansub bo'ladi.